yana bitta yaqinlashsangiz yana to'rga bo'linadi, yaqinlashib ketadi. O'sha vaqtda xuddi mana shunday holatda bo'linadi. Ya'ni 1 ga 1 million mashta dastlab holat ochiq degan bo'lsa, bitta yaqinlashsangiz 1 ga 5 million. Bitta yaqinlashsangiz qanday ketadi? Keyingisi 500 dan ketadi. 300 ming. O'zi bo'linish bo'yicha 500 da 4 ga bo'lib olsak 125 mingdan tushib ketadi. Lekin bu yerda 500 da 4 ga bo'lsangiz 300 ming beradi. Endi biz buni ichiga kirmaymizda, bo'linishlarni yodlab qo'yamiz. Shuning uchun jadval berib qo'yamiz. Tushunarlimi? Agar kimda kim qiziqsa, shu oliy geodeziyada bu o'rgatiladi. Men bir semestrlik dars o'tsaga spes bo'yicha shu geodeziklar shunday o'rganadi. Bizga bizlar ichiga kirish shart emas, kartamizni bo'linish tartibini o'rganib olsak shu yetadi. Kim xohlasa qiziqib geodeziya kitoblari bor, o'shalarga qarab nomenklatura bo'yicha qarasangiz, qarang 1 ga 300 ming, 1 ga 300 mingdan keyin bo'lsak, 1 ga 200 ming, bundan keyin bo'lsak 100 ming. Keyin 50, 25 va 10 mingga tushib ketyapti. Ko'rdingizmi? Qarang, biz agar hozir 1 ga 1 million topib oldik, bizga nech kerak? 10 ming kerak, to'g'rimi? Vazifamiz bo'yicha. 10 mingga tushish uchun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marta shunday bo'lish tartib bo'yicha bajarishimiz kerak. Endi biz nima qilamiz? 1 ga 1 milliondan birdaniga 1 ga 100 mingga o'tib olamiz. 1 ga 100 dollarsiz bo'ladi. Shuni bajaramiz, birdaniga bo'lib olamiz. Endi tepadagiga qaraymiz. 1 ga 1 milliondan 1 ga 100 mingga o'tish uchun bo'lib qo'ygan, xuddi shunday. Mana bu narsani bajarib ketsangiz ham bo'ladi. Mana bajarib ketsangiz ham bo'ladi. Mana 500 mingni 4 ga bo'lib, undan keyin yana 4 ga bo'lib, undan keyin yana 4 ga bo'lib ketsangiz, xuddi shunday borasiz. Mana bo'linish tartibi bo'yicha. Faqat biz buni ketma-ketlikda ko'paytirmaslik uchun birdaniga 1 ga 100 mingga qarab o'tamiz. Nechtaga bo'lingan? Sanangchi. 12. Nechtaga bo'lingan? 12 ta qator bo'yicha, kolonna bo'yicha 12 ta. nechtaga teg bo'lyapti? 144 ta. Endi topib oldik-ku, shu joyda e'tibor berib qo'ying. 66 yu 72 ning orasida mana bu yarmida qiymatingiz bo'lishi kerak. Shuning ichida bor, to'g'rimi? 66 bilan 72 ning orasida 70 gradus turibdi. Tushundingizmi? Qatorda ham tekshirib oling. 40 bilan 44 orasida mana 40 10 turibdi. Shu bo'yicha oladi. Boshingizni ko'taring. Sizdan so'rayman, qayta bekarga tushuntirmayapman. Hop, ketdik endi. Mana shuni men ham 144 taga tekka bo'lyapman. Aldım mana. Ana endi. Mana buni nomenklaturasini chop qildikki, birga bizga. Qarang endi, boya kattalarga bo'lingan nima bilan beryapmiz? Mana bu 1, to'g'rimi? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11, 12 bo'lyapti-da, mana bu yerda 24, 36, oxiri nechi? 44 bilan tugayapti. Endi mana shu bo'linish 12taga bo'linishi, mana bu har bitta katagimiz masshtabi 1 ga 100 million. Xohlagan bitta katagini oladigansiz 1 ga 100 1 ga 1 million. 1 ga 1 million. 1 ga 100 ming. 1 ga 100 ming o'tgan bo'ladi. Mana bu umumiy katta trapetsiyamiz 1 ga 1 million. Ichidagi mana har bir katagi 1 ga 100 ming bo'ladi. Xo'p, endi qaraymiz. Mana 6 gradusda to'g'rimi olasiz? 6 gradusda men nechiga bo'lib olyapman? 12 ta katakka bo'lyapman. Nechidan tushadi? 0.5 dan. 0.5. Bu degani nechi degani? 30 minut. 30 minut. 30 minut degani tushunyaptimi? Tushunyapti. Endi bu yog'i 4 gradusda 4 gradusda 12 ga bo'lamiz. 12 taga bo'lib olyapman. Nechta bo'lyapti? 1 taqsim. 1 taqsim 3. Bu Gradus. degani 1 gradusda 3 ga bo'lib olyapti. 60 ni 60 minutni 3 ga bo'lyapti. Demak bu 20 minutdan tushgan. Hamma biladimi nima bo'ldi? Endi qarang, bitta katak yursam nechi bo'ladi? 60 gradus 30 minut. Keyingisi 60 gradus 61 gradus bo'lyapti, to'g'rimi? Yana bitta ikkita yursam 62 gradus. 62, yana ikkita yursam 63. 63, ikkita yursam 64. 64, ikkita yursam 65. To'xtang. 66. 66. Mana bu 60 dan boshladik biz. Bu 66 dan boshlanyapti. İşte yüzden 67, 68, 69, 70, 71, ölsem 72. O en tepesi, bitta tepeye çıksam 40 gradusu 20 minut, doğru mu? Bitta yerde tepeye çıksam 40 gradusu 40 minut. Üçüncüsüne çıksam 41. Bana şu bozganligini tushunmadim. Yana, hali tushundimi bola? Aytaymi, hozir siz so'rab olishingiz kerak. Keyin men sizga to'g'ri. Sanoqli kataklari 12 12 12taga bo'lganmishmiz, ha? Qatorlar kolonnalar 12taga bo'ldi. Har biri 1 ga 100 ming masshtabdagi varoqchalar hosil bo'ldi, kichkinagina kataklar. Bu yoqda 8 ta masshtab berilganda, biriga 1 million 500 ming, 300 ming, 200 ming. Shu 500 ming, 300 ming, 200 ming qilmayapmanda, men birdaniga 500 1 ga 1 millionda 100 ming o'tyapman. 12 ta ekansiz. Ha. 12 tadan Xohlasangiz siz ham borishingiz mumkin. Mana bu 4 taga bo'lasizda 1 ga 500 ming bo'ladi. O'sha bittani ajratib olib 4 taga bo'lasiz 1 ga 300 ming. Yana uni ajratib olib bo'lsangiz 1 ga 200 ming. Shu to'g'ri bo'ldi. Yana ajratib olsangiz 1 ga 100 ming. Mana shu narsaga keladi. Shuning uchun men birdan yetib ketyapman. Misol 1 ga 100 mingda qoladigan bo'lsak, o'sha necha marta bo'linganda o'sha 6 gradusda bo'ladi, to'g'rimi? Birinchi holatda 66-72 bordi-ku, shuni men teng 12 ta katakka bo'lib oldim. 6 gradusda yana 12 ga bo'ldim. Shunda mana har bittasi ichidan tushdi 0.5, ya'ni 30 minutdan tushyapti. 30 minut. 30 minutdan tushyapti. Endi mana bu ikkitaga yurib ketyapman, 67. Yana ikkita yuryapman, 68. Yana ikkita yuryapman, 69. Yana ikkita 70, yana ikkita 70. Yana ikkita bilan 72. Xuddi shunday mana tepani ham 12 ga bo'lib olganman. Tepasi to'g'ri gradus. 12 ga bo'lib olsam 4da 1 taqsim, ya'ni 1 gradusni 3 ga bo'lishim kerak. 1 gradusi 60 minut, to'g'rimi? 60 minut 3 ga bo'lib olsam 20 minut bo'ladi. Demak, mana bu ikkita katagi 20 minutdan to'g'ri kelyapti. Mana endi eng pasti 40 gradusda, to'g'rimi? Mana chizib